Men bitta blogerni ko'rib, men ham armiya tuzib ko'rmoqchiman. Nima bo'lib qoldi meniki? Hozir to'g'rilaymiz. Nimaga chiqib ketdi? Mayli, chiqib ketganda reklama ham boshlab yubordi. Mayli, hozir kiramiz. Men hozir armiya tuzib ko'raychi. Bu knopkalardan odam zerikib ketdi. Mayli. Qachon kompyuter olakanman? Qachon bunday kompyuterda video olar ekanman? Hayyo do'stlar, men sizlarga Minecraftni kompyuter versiyasini, Java versiyasini, kompyuter versiyasini, ya'ni telefonda o'ynashni o'rgataman. Birinchi Play Marketga kiramiz va Pojar Launcher deb yozamiz. Lekin Play Marketdan chiqmasa sizlarda Play Store'ga kiring. Unda Pojar Launcher. Mana shuni yuklab olasizlar. Meniki yuklangan, mayli. Mana endi esa sizlarga maslahatim 1.8 versiya. Mana bu yerga esa nom qo'yasizlar. Men hozir buni kirmanglar. Kirsanglar har xil narsalarni aytib boshingizni ko'taradi. Locate accountni bosinglar va men Mastercraft deb yozib ko'rmoqchiman. Mastercraft deb yozib qo'ygandan keyin sizlarga eng yaxshi versiyani tavsiya 1.16.5 versiyada qotadi. Mayli, sizlarga 1.8 versiyani tavsiya qilaman. Shu 1.8 versiyani qilgandan keyin mana shuni bitta bosib yuborasiz. Bu juda ham tezda yuklab oladi va kirasiz. Shuning bilan bo'ldi. Unda xayr.